Oldingi videomizda postkassa bilan ishlashni ko'rgandik. Bugungi videomizda mijoz va dilerlar bilan ishlashni ko'rib ketamiz. Jahon standartlariga ko'ra mijozlar 3 ga bo'lib ishlanadi. Eksklyuziv mijozlar, ya'ni faqatgina bizni brend bilan ishlaydigan mijozlar, boshqa brendlar bilan ishlamaydigan mijozlar, hamda multi brend mijozlar, ya'ni ko'plab brendlar bilan ishlaydigan mijozlar, hamda oxirgisi mijoz. Bunga oddiy mijozlar kiradi. Kundalik bizdan sotib oladigan yoki oyiga bir marta yoki yiliga bir marta bizdan mahsulot sotib oladigan mijozlar. Bu yerda esa barcha mijozlarimizni ko'rishimiz mumkin. Yangi mijoz yaratib ko'ramiz. Pasport serial raqamini kiritamiz. Tug'ilgan sanasi bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgan sanasini, familiyasi, ismi, sharifi, telefon raqami bo'ladigan bo'lsa agar qo'shimcha telefon raqami bo'lsa buni ham kiritamiz. Viloyati hamda manzilini ham kiritishimiz mumkin. Manzil majburiy emas. Ya'ni agar bu mijozimiz diler sifatida ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'lsa, bu yerda yozib qo'yilgan. Ushbu mijoz shaxsiy kabinetiga kirish uchun login va parol beriladi. Diler mustaqil ravishda buyurtmalar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni agar bu mijozimiz diler bo'ladigan bo'lsa, dilerimizga login parol beriladi shu dasturdan foydalanish uchun. Bu yerga telefon raqamini to'g'rilab qo'ysak, hamda saqlash qiladigan bo'lsak, mana yangi mijozimiz yaratildi, jismoniy shaxs. Hamda ichiga kiradigan bo'lsak, mijozda 3 ta nuqtani bosadigan bo'lsak, bu yerda mijozning umumiy ma'lumotlarini ko'rishimiz hamda uni tahrirlab o'zgartirish imkoniyati bo'ladi. Tahrirlashda esa umumiy ma'lumotlarga kiradigan bo'lsak, mijozning umumiy ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Tahrirlash orqali mijozning telefon raqami o'zgaradigan bo'lsa agar, telefon raqamini o'zgartirishimiz mumkin. Hamda limit berishimiz mumkin, ya'ni mijozga qanchadir miqdorda mahsulotlarni olib ketishiga limit qo'yamiz, ya'ni qancha miqdorda qarz olish uchun limit qo'yiladi. Hamda bu limit uchun bu yerda vaqt belgilasa ham bo'ladi. Masalan, shu oyning oxirigacha limit beraman deb, masalan 100 million so'm limit beradigan bo'lsak, saqlash qilsak, mana bu yerda limitimiz 100 million so'm paydo bo'ladi. Ya'ni 7 kunga bo'ladigan bo'ldi. Agar limit doirasida nimadir mahsulot olib ketadigan bo'lsa, mana bu yashil katakchalar kamayadi hamda oq bo'lib boshlaydi. Buni keyinchalik ko'rib ketamiz. Hamda aks verka olish mumkin, mijoz bilan pul oldi berdisi bo'ladigan bo'lsa. Hamda bu mijozni o'chirish mumkin. Bu hamma funksiyalar ruxsatlarni berish orqali boshqarsa bo'ladi. Kirim qiladigan bo'lsak, agar mijoz balansiga kirim qiladigan bo'lsak, agar bu mijozdan bizni qarzimiz bo'ladigan bo'lsa, mijoz balansiga kirim qilib qo'yamiz. Masalan, biror bir tanishimiz yo biror bir mijozimiz sizdan eshik olaman deb 10 million so'm berib ketadigan bo'lsa va keyinchalik bizdan eshik olmoqchi bo'lsa, buni balansiga tashlab qo'yamiz. Ya'ni shu mijoz bizga 10 million so'm bergan degan ma'noda. Mijozni o'zi avtomatik kiritib beradi. Agar izoh bo'ladigan bo'lsa, izohini kiritib qo'yamiz. Saqlash qiladigan bo'lsak, bu yerda moliyaviy kirim chiqimlar degan bo'limiga o'tib, agar buni tasdiqlaydigan bo'lsak, mijozning balansida 10 million so'm paydo bo'ladi. Agar mijozimiz bu 10 million so'mni keyinchalik olib ketmoqchi bo'lsa yoki nimadir bo'lsa, buni chiqim qilib yuborishimiz mumkin. Agar 5 million so'mini olib ketadigan bo'lsa, 5 million so'm chiqim qilamiz. Bu hisob raqamdagi pulimiz kamayadi 5 million so'mga. Bu yerda albatta tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Agar tasdiqlaydigan bo'lsak, mana mijoz balansi 5 million so'mga tushdi. Endi ayirboshlashni ko'rib ketamiz. Bu yerda so'mdan dollarga, dollardan so'mga ayirboshlash mumkin. Buni qilsak, masalan 2 million so'mni ayirboshladigan bo'lsak, mana 165,43 dollar bo'lar ekan. Hozirgi dollar kursiga nisbatan izoh bo'ladigan bo'lsa, izoh yozamiz yoki saqlaydigan bo'lsak, mana 2 million so'm ayirboshlagandik. Lekin dollar kursi bilan yaxlitlashlar orqali
2 milliondan biroz ziyodroq summani dollarga ayirboshladi. Bu yerda hech qanaqa tasdiqlash kerak bo'lmaydi, chunki hisob raqamdan hech qanaqa pul chiqib ketmadi. Shunchaki so'mdagi puli dollarga aylandi. Bu yerda kichik CRM funksiyasi ham qo'shib ketilgan. Bu yerda mijozga tegishli cheklar bo'ladigan bo'lsa, ularni biriktirib ketishimiz mumkin. Mijozga tegishli biror bir ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bularni yozib, mana bunaqa ko'rinishda saqlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Hamda biror bir topshiriq bo'ladigan bo'lsa, masalan, mijoz bilan ertaga gaplashish kerak bo'lsa, bu yerda bajarish muddatini yozamiz. Hamda bajaruvchi kimligini xodimlardan tanlab, biriktirib yozib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tanlab bajaruvchi mana yangi yaratildi. Bu esa vazifalar bo'limida ko'rinadi. Vazifalar bo'limini keyinchalik ko'rib ketamiz. Endi esa mijoz turini o'zgartirishni ko'rib ketamiz. Bitta yuridik mijoz yaratib olaylik. Ma'lumotlarni to'ldirib chiqamiz. Hamda saqlash qiladigan bo'lsak, telefon raqamini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi, chunki bir xil telefon raqamli ikkita mijoz yaratib bo'lmaydi. Har bir mijozni o'zini alohida telefon raqami bo'lishi kerak. Mijozning nomi ham, telefon raqami ham bir xil bo'lib qolishi mumkin emas ikkita. Chunki ikkita bir xil mijoz yaratib yuradigan bo'lsak, uni balansidagi summalari hamda zakazlari xato ketib qolishi mumkin. Yuridik mijozimizni ichiga kiradigan bo'lsak, mana 3 ta nuqtani bosadigan bo'lsak, bu yerda diler maqomini berish hamda mijoz turi degan qo'shimcha funksiyalar yaratildi. Faqatgina yuridik shaxslarga mijoz turini o'zgartirish imkoniyati qo'shilgan. Chunki jismoniy shaxslar multibrend yoki eksklyuziv mijoz bo'la olmaydi. Multibrend mijoz bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilib mijoz maqomini o'zgartirishimiz mumkin. Yoki keyinchalik eksklyuziv bo'ladigan bo'lsa, eksklyuzivga o'zgartiramiz. Hamda diler maqomini beradigan bo'lsa agar, bu yerda diler maqomini berib ketishimiz kerak bo'ladi. Yokida bu yerda mijozimizga dilerlik maqomini berib ketishimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa diler yozuvi ko'rinib turadi. Orqaga qaytadigan bo'lsak, mijozlar sahifasi shulardan iborat edi. Eksklyuziv, multibrend hamda mijozlar. Endi esa qarzdorliklar bo'limini ham ko'rib ketadigan bo'lsak, bu yerda faqatgina bizdan qarzi bor bo'lgan mijozlar ko'rinadi. Ya'ni 29 ta qarzdor mijoz bor ekan. Hamda 126 ta jami shartnomalardan qarzdorligi bor ekan. Va 198 milliard so'm qarzi bor ekan. Bu hammasi tepada panelda ko'rinib turadi. Bu yerda esa to'lovlar tarixini ko'rishimiz mumkin. Endi esa qarzdorliklarni ko'rib ketadigan bo'lsak, har bir mijozimizning shartnomalari mana shu yerda qator bo'lib ko'rinib turadi. Hamda qarzi bilan. Mana Qobustroy MChJ'ni 4 ta shartnomadan qarzi bor ekan. Hamda bu yerda qarzini summalari ko'rinib turibdi. Agar bu mijozlarimiz to'lov qiladigan bo'lsa yoki balansida puli bo'ladigan bo'lsa, to'lov qilish orqali balansidagi pulini yedirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu yerda multibrend hamda eksklyuziv mijozlarni qarzdorliklarini alohida ko'rib ketishimiz mumkin bo'ladi. Qarzdorliklar va mijozlar bo'limi shu funksiyalardan iborat edi. Keyinchalik boshqa videolarda mijozlarni chuqurroq o'rganib ketamiz.